Muvaffaq etalar. Sağ olun. Meforam tildor boshim, doim dolar dor boshim, zimiston u taviston, dar sari bozor boshim. Mabina bo'ladi. Meforam tildor boshim. Ofitsialniy xalq xizmatida blogerman. Endi boshladim. 7000 tadan o'ttiq obunachilarim. Biz jonli, biz sizni yoshlikdan muxlisiz biz. Shu Quvasoyda qarindoshlarimiz bor Qaqirda. To'ylarda ko'p ko'rganman aka, ijodingizni hurmat qilaman. Rahmat, sog' bo'ling. Ha, iloyim martabangiz ulug' bo'lsin. Xalq xizmatida yuring aka. Rahmat, sog' bo'linglar. Ijodlarga omad. Samboy telefon qilgan ekan, Ha. Samboylar bilan video qiluvdik. Xudo xolasa pardeshga qilib yuborasiz aka. Mayli. Yoshlikdan sizni ko'rib yurardimda 3-4 yashar, 5-6 yashar, 3-sinfdan sanaqa bolalar edik. Quvasoyda ko'p, mana shu Quvasoyda Qaqirda ko'p xizmat qilgansiz. Aka, Alloh rozi bo'lsin. Martabangiz ulug' bo'lsin. Qimmatli vaqtingizni bizga ayamasdan telefon qilib, hol-ahvol so'rab, sizni men bergan savollarimga javob berganingiz uchun rahmat avvalo. Ota-onangizni hojilarga olib borish, biz ham olib borish nasibini ro'za aylasin Dilmurod aka. Toshloqqa kelsangiz bir aloqa etsangiz, bir Devzirada bir xurmo choyxonasida osh qilib beraman. Xo'p bo'ladi. Sizlar ham kelinglar. Xudo xolasa aka, sog' bo'ling, tinch bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Xo'p bo'ladi akajon. Gidish.